Rostdan mana shu 500 kvadratni mana shunaqa naves qilib o'ratganmisiz aka? Aka endi yaxshi niyatda shu o'zimiz foydalanamiz deb qilganmiz, endi pul zarur bo'lib qolib endi iloji yo'q sotyapmiz-da bu yerda. Xo'p. Umumiy yer sotiq maydoni necha sotiq aka? 5 sotiq aka. 5 sotiq. Boshida adresni tushuntirib ketaylik. Qayerda aka? Nima sabab sotyapsiz? Aka ozgina shu pul zarur bo'lib sotyapti. Pul zarur bo'lib sotishyapti ekan. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Ya'ni Kulolonimizda 5 sotiqli biznes markazi desa ham bo'laradigan mana katta yo'lda bo'yida. Bu yil bilasizlar, Beshariqda yo'li bo'lib qoldi. Ya'ni olib turib qanaqangi mana shunaqa o'zlariga o'xshab xos tovar magazin qilsangiz bo'lar ekan yoki bir oziq-ovqat, qanaqangi shu Toshkentda Perivaldi yo'lida qanaqangi magazinlar qilgan bo'lsa, mana shu joydan ham unumli foydalanib, do'kon qilib, mana shu akalarimizga o'xshatib biznes joy qilsangiz, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Katta yo'lda bo'yida akalarimiz iltimos qilib reklamaga olib bering. Shu yer sotilib ketsin, pul zaril deganliklari uchun kelib mana narxi arzonlandi. O'zi bizdan oldin boshqa ijtimoiy tarmoqlarda qo'ydirgansiz a? Ha, qo'yganmiz. Narxlar qimmatroq bo'lgan. Narxni arzonlatib qo'yyapmiz. Narxni arzonlatib. Ulgurib qolinglar, laykni, podpiskani bosinglar. To'liq ma'lumotni YouTube kanalimizda bo'lyapti. Nariyoqdagi do'kon qanaqa? Do'kon o'zingizniki, ha? Ya'ni shu joyda ichida mana shu do'kon ham. Hamma yo'q. Yana nimasi bor? 5 sotiq yer. 5 sotiq. Polni 500 kvadrat, atrofi polni tepasi o'ralgan, atrofi nima o'ralgan, tepasi yopilgan. Tepasi yopilgan, 3 faza svetlari, quduqlari 30 metr. Hujjat qanaqa hujjat? Hujjati notariusda pul sanaveradi. Notariusda pul sanaveradi. Zakilat pakilash shart emas. Shunday borishadi, notariusda pulingizni berishadi. Mana tovarlaringizni olib chiqib ketasizmi aka? Xolasa tovar bilan ham sotaveramiz. Ana xolasa tovarlari bilan beraman deyapti. Bu yer mana shu do'konlar ham shuni ichida kirib ketadi. Shuni ichida kirib ketadi. Hech nimangizni olib keldingiz, uni aynaklarni olaman, unaqa bunaqa gap yo'q. Aynaklarni olmayman, faqat tovarni kelsa tovar qoladi, bo'lmasa olib ketiladi. Zo'r mana. Tadbirkorlik xozmaychi akalarimiz mana katta yo'lda bo'yida tayyor biznes markazi. Kameralari ham turibdi mana. Kameralari ham qoladi. Kameralargacha mana bunaqangi qilib, monitorlarni qilib moslab qo'yishgan ekan. Aka faqat shu do'konni o'zi bormi? Buni uylar kimga? Mana shu uylar ham kiradi. Uylar ham kiradi. Ishlanishda qilingan. Uylarini ham ishlarini ko'rsatib beramiz. Yashashga tayyor holatda, pishiq g'ishda qilingan ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Shu tomonlarni hisobga olib, mana kameragacha qilingan. Uylari ham tayyor, yashashga tayyor holatda. Uylarda ham shu mahsulotlaringizni, o'zingiz narsalaringizni olasiz. Uylar ham shundaycha qoladi. Shundaycha qoladi uylar ham. Men narsalarimizni olib chiqib ketamiz. Rahmat, sizga rahmat. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, ushbu videoyimiz Rishtonimizdan bo'lyapti. Adashib qo'ymanglar. Rishton Kulolonda Krutoy ana unda qayrilma bor edi, eski post. Eski postdan shunday burilganingizda chap qo'limizda joylashgan yo'lda bo'yidagi mana shu biznes markazi desak ham bo'laveradi. Gazlarni ham ko'rsatib qo'ying. Gaz bor. Gaz ham bormi? Mana tubalar. Gaz bor, mana cho'tchiklari. Tubalar, ana. Mana shunisini ko'rsataylik. Gaz bor, 3 faza tok bor. Ichimlik suvi bormi aka? Suv bo'lsa ham o'zingizga quduq chiqarganman. Bitta ko'rsatingchi o'shani aka. Quduqimiz 30 metr. Yo'q, 30 metrdan chiqarib qo'yganmiz mana. Napollari mana Вообще zo'r. Ko'rdilaring, suvdan umuman muammo yo'q. Aka shu yerda ma'lumot tariqasida aytib o'tib keting. Hujjatlari noturarmi, turarmi? Eng qiziq joyi. Turar joy. O'zimizning nomimizda notariusda pul sanalaveradi. Notariusda pul sanalaveradi. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Akamizning nomerlarini qoldirdik. Mana suv bor joydan biznes markazi qilaman desangiz ham yoki bu joyda ikkiga bo'lib turib kotej qilaman desangiz ham mana yo'lda bo'yidan hammalaringga tavsiya qilamiz. Mana shuncha navesini hisobga olib qo'yinglar.